akkumulyatorlarimizni optim narxida qilib beramiz. Xudo xolasa, shu joyi yemadi. Boshqatdan qilamiz. Assalomu alaykum hammaga, tuzimsizlar, charchansizlarmi? Hozirgi bizda bo'layotgan muammolardan bittasi, keyin ko'p savol berishyapti. Qanaqa qilib biz original akkumulyator podelkasi bilan ajratamiz? Biz sizlar bilan shuni ko'rib chiqamiz. Hozir bu akkumulyatorimiz ko'rishingiz mumkin, deyarli farqi yo'q. Ko'rinishidan ko'pchilik aldanib qoladi. Bizning bu akkumulyatorimiz O'zbekistonniki ham bo'ladi, podelkasi ham bo'ladi. Bu akkumulyator yoniga Madenka degan yozig'i original bo'ladi. O'shanga ham e'tibor beringlar. Yon boshida bo'ladi. Keyin sigaretga buqolari ham bo'ladi. O'shanga ham yaxshilab e'tibor berasizlar. Tepasida sifr nomerlarigacha ham bo'ladi. Bizdan ko'p shunaqa taklif bo'lyaptiki, aka bizda sizdan akkumulyator oldik. Keyin podelka chiqib qoldi u narsa deyishyapti. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Bizning do'konda har doimgidek original akkumulyatorlar bo'ladi. Bizda Performance Turkiyan akkumulyatori, Bionix, bu ham toza Xitoy akkumulyatori bular. Keyin Stator, Salita, bu ham Koreya firmaniki, zo'r. Keyin o'zimizning brend Pioneer akkumulyatori. Buni ham bizda katta kichikligi hammasi bor. Iloji boricha sizlarga akkumulyatorlarimizni optim narxida qilib beramiz. Bemalol Sergeli mashina bozor, to'r 1-8-magazinga kelaverasizlar. Rahmat, hammanglarni kutib qolaman.